Kınav ısıp gitti. Haşhaşı tayyor bo'ladik masala. 27. Bo'ldi, keta qolaylik. Tikishga hech narsa qolmadi-yu. O'rtog'ingiz to'g'ri aytyapti. Yangi kelin ekansiz, uyingizga bora qoling. Bo'p tikishga ham hech narsangiz qolmadi. Tikishga narsam bor. Onamda qolgan dur bor. Ona цветочный. Ona narsasiga tegolmaymiz. Bo'pti, men ketdim. Erimni tikaman. Jinni bo'lganmisan sen ering tikasan. Shunday erkakni chesti bormi sana? Chakagini o'char. Nima qilaman, unaqa qulimsoyni na bir gul beradi, na bir mani boqadi. Shuncha payt hayotda meni tikkan etadi. Erimni tikaman. Sizni Hayot gulzorga kezdim, tikonlari chiqdi yo'ldan. Nada tikonlari, turfa ilonlari chiqdi yo'ldan. 29. Erim o'zimga qoldi. Ha? Maston opa? 30. Borga bor. Yutug'imizni olib kelishga 12 da boramiz. Cho'miltirib tayyorlab qo'ying. Tilindi qalb Kechayu 40 kunduz ishon boshimda yulduz yuragimda yig'lasin Yaxshi borib keldingizmi onasi? adasi sizni qimorda yutqizib qo'ydi. Nima? 40 kechayu 40 kunduz cho'milganmidingiz? Ishon boshimda yulduz erim olib ketgan keldinglarmi? Xo'liqmang. Birovni eriga qarab qo'ygan joyimiz yo'q. Mana qarang, bugundan keyinchi qimor o'ynab yurmang, hamma. O'rtog'ingizga rahmat deng. Qimori pulini to'lab eringiz olib qoldi. Yur. Nahay? Shu uchun erni borida qadrlash kerak-ku. Har narsaga tikib o'rmasdan. Erini tik ko'radigan xotin menga kerak emas. Qani, yuring qayoqqa? Topilma